Instagramga ko'rib kelgan bu. Hech kim tashlab bermagan. Senasi mana shu yozilgan senasi. Labi? Seni o'sha yozilgan. Ha, 47 ming bo'ladi. Mana Nima bo'lsa bo'ldi, shu arzon trikotaj. Adnan tonni rangda. necha yurang. O'zi birinchi marta kelishinglarmi bu yerga? Birinchi marta kelishinglarmi? Bular kelgan, meni olib kelishdi. Birinchi marta ham kelishingiz, anchadan beri kelasizmi? Arzon trikotajda mana shu bola 4,5 ga chiqqan bo'lsa, 4,5 yildan beri. Hoy, bu. Trikotajda chidaman. А вы первый раз сюда приходите? Нет, мы постоянно сюда приходим. Только в этот филиал или другие тоже? В основном сюда приходим. Раньше же его не было, мы ездили. Да, недавно открылся. Да, а здесь сейчас рядышком удобно. Да, тебе нравится? А до нашего магазина еще куда-то ходили? Кроме Арзан трикотажа? Ну, мы ходили, но там не очень. У вас и ассортимент хороший, и цены хорошие. Да. Поэтому мы в основном к вам приходим. Из одинаковых только вот эти вот, да? Да, да. А вы на что больше смотрите, когда выбираете товар? Ну, на качество, на цену, наверное. O'z tanlayotganda nimaga qaraysiz ko'proq? Men ko'zim oldida gavdasini keltiraman. Faqat ishonganmi? Ana sifatmi, narxmi? Unga qaraysizmi? Sifatda xabar bo'lsa bo'ldi. Qimmatmi, arzonmi, men yoqsa bo'ldi, olaveraman. O'zi anchadan beri do'konimizga kelasizlarmi? Birinchi marta kelishimiz. Yo'q, har doim ko'ramiz. Instagramdanmi? Ko'rishingizdan oldin qaysi magazinga borgansizlar? Qayerdan olardik? borardik. A narxladachi? Ko'rganmisizlar? Bu tarzorog'i. Bizda mana shu 105 mingga olayotgan bo'lsangiz, ertaga yoki indinga baland yoki anaqa bo'lib qolmaydi narxi. Arzonga qimmat bo'lib qolmaydi. Kelinim shu yerdan berar ekan. Kelinim topdi-da, buni menga tashladi. Oyijon shu yerga bitta boringlar, ular postoyanno beshiga shu yerdan olishar ekan.